Bismillahirrahmanirrahim. Qissasun Nabiyina lil Atfal degan bu kitobning davomini o'qiymiz. 7-chi mavzu Nuh alayhissalomning qissasini so'zlayotgan minat tamasili ilal asnami. Tamsillardan butlargacha. Tamasil degan tamsilning ko'pligi, tamsil degan but. Lekin boshqalar iloh deb qaramaydigan but. Sanam degan iloh darajasiga ko'tarib olgan but. Asnam degan sanamning ko'pligi. Ve mada haulai. Bular ketdi, yani 6-cı mavzuda deb o'tgan kishilar ketdi. Farzandlar dadillarining mushu butlardan barkat talab qilganligini ko'rdi. Ular dadillarining mushu butlarni nihoyat ulug'laydiganligini ko'rgan. Va ular dadillarining mushu butlarni so'ydiganligini, silganligini, butlarning yanida turib duo qilganligini ko'ratdi. Ular yana mush butlarning qishida dadillarining boshlarini past qildiganligini, tuvan qildiganligini, butlarning yanida ruku qildiganligini ko'ratdi. Shuning bilan farzandlari dadillaridan bak oshiribdi va ular butlarga sajda qildigan bo'ldi. Saru degan aylandi bo'ldi degan gap. Bu butlardan so'raydigan, yani bir narsa so'raydigan, hojatlarini so'raydigan butlar uchun butlarga atab mal bo'g'izlaydigan bo'ldi. Va hakaza sarat hazihil asnamu aliha. Mushunda qilib bu butlar ilahlarga o'zgardi. İnsanlar butlarga ibodat qilishga o'zgardi, ibodat qilgan bo'ldi. Xuddi ilgari Alloh taologa ibodat qilganga o'xshash. Bu ilahlar ularning ichida ko'payib ketdi. Bu Vaddun, yani butning ismi. Va Avusuva, bu Yag'uz, va Avusi Ya'uq, va bu Nasr. Yani mushu Vad, Suva, Yag'uz, Ya'uq, Nasr degan salih kishilarning ismlari bilan atab bu butlarni sajda qilib, ruku qilib, mal bo'g'izlab, hojatlarini so'rab, duo qilib, shuning bilan insonlar bu butlarni iloh darajasiga mushundoq ko'taribdi, iloh deb qarashdi. 8-chi g'adabullohi, Allohning g'azabi. Allah Taala insonlarga nihoyat g'azablandi. Ularga la'nat qildi. La'nat qilish degan Allohning rahmatidan jiroq bo'lish va qo'g'ilnish. Nima uchun Allah insonlarga g'azab qilmasin, ularga la'nat qilmasin? Allah Taala ularni mushuning uchun yaratganmi? Mushuning uchun ularga rizq beramdi. Ya'ni butlarga sajda qilsin, Allohga sherik keltirsin deb ularni yaratganmi yoki faqat va faqat Alloh qilam ibodat qilsin deb yaratganmi demoqchi. Ular Allah'ның zimini üstüdün məngib durub, Allah kapırlıq qılıdı. Allah'ның rizqini yeb durub, Allah şerik keltirdi. Haqiqatan bu katta zulümdür. Haqiqatan bu katta zulümdür. Allah insanlara g'azablendi. Ulardan yağmurunu to'xtatib, ularni qiyin ahvol qo'ydi. Ya'ni rizqini tar qildi, turmushini qiyinchilik qildi. Dayyaqa degan tar qildi degan gap. Va ziroat molusul azib ketdi, nasl azib ketdi. Lekin insonlar aqalu tushunmadi, aql ishlatmadi, fikr qilmadi, tushunmadi. İnsanlar tövbe qilmadi. 9-chi mavzu ar-rasulu. Allah Taala ularga, ularning ichidan bo'lgan, ularga so'zlaydigan, ularga nasihat qiladigan bir kishini elchi qilib avatishni iroda qildi. Innalloha la yukallimu wahidan. Allah Taala insonlarga birden so'zlamaydi. Allah Taala har bir kishiga xitob qilib, yaqulu lahu if'al kaza. Yani uningga buni qilgin, bunda qilgin deb bunda har bir kishiga bunda demaydi. Yani birden xitob qilmaydi. Innal muluka la yukallimuna wahidan. Chunki podshohlarmi kishilarga, qul ostidagilarga birden gap qilmaydi. Podshohlar her bir kishining qishig'i berib, uningga bunda qilgin, unda qilgin demaydi. Podshohlar insonga o'xshash bir inson. Diru kullu ahadin an yarahum va yasma'a kalamahum. Her bir kishi ularni ko'rishga, ularning so'zini anglashga qodir bo'lalaydi. Ko'ralaydi, podshohlarni ko'ralaydi. Va hech kim Allohni ko'rishga qodir bo'lolmaydi. Va yasma'a kalamahu va yukallimahu. Allohning so'zini anglashga, Alloh so'zlashga qodir bo'lolmaydi. Yani bu dunyoda. Ve la yaqdiru ala zalika illa man aradallahu iza aradallah. Bununla yani Allah sözleşke, Allah'ın sözünü anlaşqa
Faqat Alloh taolo iroda qilgan kishilar, Alloh iroda qilgan chaqda aning qodir bo'la oladi. Masalan, Musa alayhissalomdek, Musa alayhissalomga Alloh so'z qilgan. Fa aradallohu an yursila ilan nasi rasulan. Shuning bilan Alloh taolo insonlarga elchi avatishni iroda qildi. Yukallimuhum va yansahu lahum. U elchi ularga so'z qiladi, ularga nasihat qiladi. 10. temaga keldik. Bugungi dars mushagich bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.